Assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan Eldor Abduhamidov. Ancha uzoq muddatli tanaffusdan keyin Python intensiv Python kursimizni davom ettiramiz. Xo'sh, oxirgi marta shu 4-haftada qolgandik. O'zi plan bo'yicha o'tgan hafta tugatishimiz kerak edi. Intensiv Python kursimizda sog'lig'imda sog'lig'imdagi sog'lig'imda muammolar tufayli biroz kechikyapti. Shunday bo'lsayam oldindan endi uzr so'rayman. Asosda bu hafta bu kursni tugatishga harakat qilaman. O'zi bir haftamiz qoldi. Bir haftada shu intensiv Python kursimiz o'z nihoyasiga yetadi. Bugungi qiladigan ishimiz sizlar bilan NumPy, ya'ni massivlar, vektorlar va matritsalar bilan ishlashni o'rganib chiqamiz. Xo'sh, bu yerda esa sizlarga mana Python cheat tayyorlab qo'ydim. O'zi NumPy nima deydigan bo'lsangiz, NumPy bu Pythonda matematik amallar bajarish uchun eng kerak bo'ladigan library hisoblanadi, kutubxona hisoblanadi. Ya'ni yuragida asosiy, chunki hamma matematik amallar NumPyda qilinadi. Adashmasam NumPy C dasturlash tilida yozilgan bo'lishi kerak. Shuning uchun ham bu juda tez. Pythondagi oddiy matematik amallarga nisbatan NumPy juda tez ishlaydi. Va buni machine learningda juda ko'p ishlatishadi. Nafaqat machine learning, balki Python developerlar ham matematik amallar bajarishda juda ko'p ishlatadi. Xo'sh, odatda Pythonda NumPy built-in kelishi kerak, esimda bo'lsa. Buni hozir bir tekshirib ko'ramiz. Yoki bo'lmasa o'tgan safargi darslarga o'xshab NumPy'ni pip install qilib o'rnatsangiz bo'ladi. Mana ko'rganingizdek, o'zi built-in holatda kelgan. O'rnatib o'tirishimiz shartimiz qo'shimcha. Ya'ni shu NumPy eng ko'p ishlatiladigan mana shu NP deb qisqartma qilib yozib ketishadi proyektlarda. Xo'sh, qaranglar, endi mana bulardan misollar qilib ko'rsatib beraman. Ya'ni massivlar bilan qanday ishlash. NumPy urgan bo'lsalaringiz juda ham nima deydi, katta foydasi tegadi sizlarga. Sababi matematik amallarga hamma narsasi borda. Hamma matematik amallarda o'z ichiga oladi desak, adashmagan bo'laman. Masalan, qarang, NumPy arrayda qanday qilasizlar? Birinchi mana bunday oddiy list yasab olamiz. Temp array degani vaqtinchalik degan list yasab oldik. Shuni NumPyga o'tkazmoqchi bo'lsangiz, oddiygina mana numpy.array degan, mana array degan o'zi funksiyasi bor. O'sha .array qo'ysak bo'ldi. Shunda avtomatik tarzda mana arrayga aylandi. Agar type'ini ko'radigan bo'lsak, mana NumPy arrayga o'tdi. Chunki matematik amallar bilan bajarish uchun, masalan, hisob-kitobingizdagi matritsa bo'ladimi yoki mana shunaqa amallar bilan hammasini NumPy arrayga o'tkazib olishingiz kerak. Bo'lmasa bu Pythonni o'zida amalga oshadi, NumPy ishlay olmaydi. Mana shunaqa narsa. Endi qarang, masalan, oddiy bundan tashqari men sizga mana berayotganlarim asosiy umumiylar, ya'ni juda ko'p ishlatiladiganlar, lekin bundan tashqari ham juda ko'p funksiyalari mavjud. Uning uchun esa NumPy'ni o'zida ko'rishlaringiz kerak bo'ladi. NumPy'ni saytiga kirsalaringiz dokumentatsiyasi bor, o'shanda hamma narsa berilgan. Bu juda oddiy amallar, juda murakkab matematik amallar ham bor ichida. Qarang, masalan, mana bu NumPy np zeros degan, zeros nollar degani. Nollar nima qiladi? Nollar deganda nolli nol bilan to'ldirilgan sizlarga mana array yasab beryapti. Matritsa desam bo'ladi, mana qarang. 2 ga 3, ya'ni ikkita qatorga 3 ta ustunlik, mana 2 ga 3 shaklda deydimi? Hozir buni yana nimalar qilib ko'rsataman. Masalan, hozir buni bunday qilib turaylik. Masalan, endi hozir buni print qilamiz birinchi temp. Endi shaklini ko'radigan bo'lsak, mana 2 ga 3 shaklda. Ya'ni 2 qator va 3 ta ustunlik bizga mana yasab berdi. Matritsa yasab berdi, ko'rganlaringizdek. Faqat nollar bilan to'ldirgan. Sababi nima uchun bu narsa kerak deyishingiz mumkin? Boshida rasmlar bilan ko'p ishlasangiz, agar deep learningda, masalan, computer vision qismida rasmlar bilan ko'p ishlasangiz, bu narsani juda ko'p ishlatishingiz mumkin.
Ya'ni birinchi bo'm-bo'sh holatda matrisaga savol, keyinchalik nimadir amalga qo'shib ketish bo'lishi mumkin, nimadir amallar bajarish mumkin. O'sha holatda juda ko'p asqotadi. Yoki xuddi shuni mana birligi bor. Endi anaqa o'tirmaylik, bunday qilsak ham bo'ladi. Zeros. Anaqa inglizchada bilasiz, zero degani nol degani. Buni ones, birlar, nollar va birlar deyapti. Mana faqat birlik matritsa deyiladi. Mana shu birlik matritsa ham qilsangiz bo'ladi. Yoki mana bor. Ya'ni buni identity, ya'ni birlik matritsa deb atashadi buni ham. Chunki faqat bu ham uzr, table cannot be interpreted. Uzr. Mana qilishim kerak edi. Bu yerda faqatgina birlik matritsa degani qatori ham, kolumn ustuni ham faqatgina bir xil o'lchamda bo'ladi va birlarni tashkil topgan bo'ladi. Masalan, 4 ga 4 bo'lsa, mana 4 ga 4 yasayapti. Birlik matritsa qarang, birlar deb anaqa. Birlik matritsa matematikada agar kalkulusda o'tsangiz yoki linear algebra bor, ya'ni chiziqli algebra bor, uni bakalavrda ko'pincha o'tishadi. O'shanda juda ko'p ishlatasiz. Va agar machine learning bo'yicha yoki deep learning bo'yicha injener bo'lmoqchi bo'lsangiz, birlik matritsa, mana shu identity matrix deyiladi. Identity matrixlar juda ko'p, eng ko'p qo'llanilgan matritsa hisoblanadi. Endi bir matematik jihatdan xususiyatlarini aytib o'tmayman. O'zlaringiz mustaqil ko'rib chiqarsizlar degan umiddaman, chunki asosiy fokusimiz bu yerda hozir Pythonga qaratilgan. Qarang, bu yerda faqat diagonali birga teng bo'ladi. Agar mana shunga masalan, endi matritsani ko'paytirish qoidasini bilsangiz kerak. Bitta d qilaylik, np ones deb qo'yamiz. Faqat birlarni tashkil topgan qilaveraylik. 4 ga 3 qo'yaylik. Endi esa bunday qilamiz, d matritsani ko'paytiramiz. d ni 3 tempni d ga ko'paytiramiz. Mana ko'rganlaringizdek o'zi chiqyapti. Ya'ni identity matrixning maqsadi shu, ya'ni ko'paytirsangiz ham matritsani qiymatini o'zgartirmaydi. Masalan, hozir qarang, 12 ta bo'lsa, NPR yasaymizmi? Buni keyin ko'rsataman. Mana ko'rganlaringizdek matritsani o'zini qaytaradi. Sababi bunday qilamiz, print qilib shuni chiqaramiz va print d deymiz. Mana ko'rsangiz, ikkalasini bir xil. Identity matrix xususiyati shunda. Undan keyin esa full degan bor, ya'ni to'ldirish borda. Xuddi mana shuni yana boyagidek qilaylik. Masalan, mana buni full qilamizda, 3-4 necha son bilan to'ldiramiz? 5 bilan to'ldir desak bo'ladi mana shu yerda. Ya'ni matritsamizni qandaydir son bilan to'ldirib beradi. Ya'ni xuddi anaqa birinchi bor o'zgaruvchini initialize qilib olamiz-ku, boshlang'ich qiymat berib olamiz-ku, o'shanaqa narsada. Mana ko'ryapsiz, hammasi mana 5 5 5. Bir xil qiymat chiqyapti. Faqatgina turida farqi bor xolos. Masalan, bu yerda d type degan narsasi bor. Ya'ni data type degan data ma'lumot turi. Ko'rsangiz, mana integer 64 beryapti. Agar mana buni olsak, d type deydigan bo'lsak, buni float bo'ladi. Ko'rganlaringizdek. Chunki hozir 5 nuqta qo'yib qo'ygan-ku, floatga aylantirib yuboryapti avtomatik. Ya'ni matritsadagi qiymatlarni turini aniqlamoqchi bo'lsam, d type, ya'ni data type deganni qisqartmasi, o'shandan foydalanasizlarda. Fullni bilasizlar mana. Ya'ni boshlang'ich qiymat berish uchun matritsani to'ldirib olish bo'ladi. A range bor, ya'ni array range degan ma'noda ketma-ketlikni bildiradi. Range ni o'z inglizchasini tushunasizlar. Ya'ni bizga aniq qilib beradi, oraliq qiymat beradi. Xo'sh, bunda masalan 0.1 0.2 oraliqda faqatgina anaqasini, juftlarini qaytarmoqchimizda. Ya'ni har bir anaqa ikkinchi ketma-ketlikda deydi-ku, o'shanaqa. Buni agar bunday qilsak, mana ko'rganlaringizdek, agar bunday qilsak, ko'rsangiz hammasini beradi. Agar yo'q, har uchinchisini ber desak, mana har uchinchisini qaytaryapti, ko'rganlaringizdek. Har beshinchisini desak, ikkita qaytarish kerak, masalan 0 bilan 5 qaytaradi. Ko'rganlaringizdek. Ya'ni har nechinchisini qaytarishga ketma-ketlikdan degan ma'noda. Masalan, arrange berdiga. Endi esa buni matritsa ko'rinishga keltirmoqchi bo'lsangiz, masalan t deymiz. t.reshape qilamiz. Ya'ni qarang, nechta qiymat bo'ladi? 10 ta ya, 10 ta bo'lganga
Necha 2 qator 5 ta ustun qilsak bo'lar ekan. 2 ga 5 qilamiz. Va print T qilaylikchi. Xo'sh, yo'q o'zgarmadi. Menimcha bu faqat anaqilarga o'xshaydi. Men bu yerda qaytaradiganga o'xshaydi. Qani? Ha, mana. Bu yerda qaytarar ekan-da. Bu o'zini o'zgartirmas ekan. Bu o'zgartirib yangi qiymatga berib yuborar ekan. Qaytarib yuborar ekan. Xuddi bunday. Yangi qiymat, masalan, new t ga qaytarib berib yuborar ekanda. Shunda new t ni o'zini olsak, mana ko'rganingizdek rf qaytaryapti. Agar identity matrix qiladigan bo'lsak, masalan, teaching np deymizda 2 bo'lib qolsin. Qani print deylikchi. Mana 2 bo'ldi. Endi esa nima qilamiz? New t ga matrix multiplication d. Mana. Bundan o'qilyapti. Operand one has to'g'ri. Mismatch bo'ldi, chunki 2 ga 5 qildik-ku, bu 2 bo'lib qoldi. Shunga d ni bunday qilishimiz kerak. O'zi matritsani anasini bilsalaringiz kerak. Ya'ni, masalan, hozir bunday bo'lib qoldi. Boyagi narsani 2 ga 5 ni ko'paytiryapman. 2 ga 2 li matrixa qilib qoldik. Bilsangiz kerak, matrix multiplication buni oxirgi soni, ya'ni ustunlar soni buni qatorlar soni bilan bir xil bo'lishi kerak. Hozir bizda 5 ga 2 bo'lib qoldi, noto'g'ri-ku, shuning uchun bu tomonga qo'yib oldim-da. Mana qarang, o'sha matritsani o'zini qaytarib beryapti yana. Identity matrixni ko'rsatish uchun qildim-da hozir. Keyin qarang, mana bunisi bor. Linearly spaced degani, ya'ni bir xil ketma-ketlikda oraliq qilib yasab beradi. Masalan, 0 bir oraliqda 5 ta son yasa deyapmiz-da. Shuning uchun mana 5 ta son yasab beryapti. Agar 7 ta son yasatsak, mana 7 ta son yasab beradi. Ya'ni oraliq masofasi bir xil bo'ladi. Qarang mana. 16 bo'lyapti. Mana 0 bilan 0.16 orasida 0.16 farq bor. 0.33 bilan ham 0.16 farq bo'lyapti. Taxminan 0.16 da endi. Bu bilan ham mana shu 0.16, 0.16, 0.16 bo'lib ketaveradi. Mana shu narsa. Agar 10 qilsak, qarang. 0, 0.1, 0.2 bo'lishi kerak hammasi. 0, 0.1, 0.2, 0.3 mana ko'rganlaringizdek. Xuddi shunday, masalan, oraliq juda kichkina sonlarga nechta, mana shu oraliqda qancha son kerak, o'sha narsani aniqlab berasiz-da. Bunda line space-da. Boyagi pikida nechtasini tanla derdik. Endi bunda esa nechta son chiqarib bersin shu oraliqda, o'sha narsani aniqlab beramiz. Mana bunisi esa buni bilsalaringiz kerak. Biz random degan librarydan foydalangandik. O'sha random degan libraryni NumPy'da ham bor. Ya'ni random integer chiqarib beradi-da. Anaqa qilib qiling. Mana bunda 2 ga 3 matrixa qilyapti, ko'ryapsizmi? Matrixa qilib chiqarib beradi. Ko'rganlaringizdek. Yoki bunday qilsak. Mana ko'rdingizmi? 2 ta. Agar 3, 4 bersangiz, mana bunda beradi. Agar yana bitta bersak, u multi dimension, ya'ni ko'p o'lchamli bo'lib ketdi hozir. Bu yerda endi qarang, 3 o'lchamli fazoda nima qilyapti, yasab beryapti. Ya'ni 2 ga 4 matritsa, bitta 2 ga 4 matritsa mana deb tasavvur qiling. Uni yoniga yana bitta 2 ga 4 matritsa qo'yapti. Shunda 3-chi z o'qi bor, z o'qida 2 ta turibdi mana. Ya'ni ikkita mana bu 2 ga 4 matritsadan yana mana 2 ta bor deganda. Xuddi mana 2 ga mana 2 ga masalan 2 ga 4 deyliga. Xuddi shuni 2 ga 4 bo'lsa, mana bunda qarasangiz, mana z o'qida 2 ta bo'lyapti degan ma'noda beradi. Uni ham yana kattalashtirib olsangiz ham bo'lishi kerak. Qani ko'raylikchi, yana bir katta dimension, ya'ni o'lchamni kattalashtirsangiz bemalol bo'ladi mana. Random, ya'ni bu taxminiy sonlarni 0 bir oraliqdagi taxminiy sonlarni yasab beradi. Mana bunisi esa qarang, randomda rand int degani random integer, ya'ni taxminiy butun son degani. Endi butun sonni qarang. Mana bu yerda ko'rsangiz, mana low bilan high degan. Ya'ni boshidagi katta kichkina son low qarang. Low bu 0 da hisobga oladi. Mana to'rtburchak qavs ko'ryapsizmi? Mayli, ko'rsatmanda qilib. Mana qarang. Half open degan qism bor-ku, low degan yozib turibdi. Lowda to'rtburchak qavs. Bu degan low ham ichiga kiradi degani, lekin high kirmaydi. High degan yuqori, eng yuqori son chegarasi. O'sha son lekin o'zi kirmaydi degani. Mana shu narsa. Ya'ni 0 va 10 oralig'ida sonlardan bizga, ya'ni 10 ichiga kiradi, fa 0 kiradi. O'shanda 3 ga 3 matritsa, 3 ga 3 bo'lgan matritsa yasab beryapmiz. Bunday qilsak, mana ko'rganingizdek. Agar yana qilsak, mana ko'ryapsiz, har safar yurgizganimizda yangi taxminiy son talab. Mana qarang, 0 ham ichiga kiryapti. Lekin 10 ichiga kirmaydi, chunki 10 yuqori chegarada,
anaqa 9 kiradi faqat. Mana shu narsa. Xohlasangiz to'rtga 4 matrisa qilamiz deng. Mana. Yoki to'rtga 5 matrisa mana. Ya'ni taxminiy sonlar bemalol chiqarsa bo'ladi. Mana shu narsa. NumPy ko'rganlaringizdek juda qulay. Ya'ni nima edi, oddiy matematik amallar nima edi, libraryda qiyin bo'ladi-da. O'sha narsani oldini olish uchun. Endi sizlarga ko'rsataman. Endi tezligini mana oxirida ko'rsatib beraman. Hozir endi boshidan kelyapmiz-da. Qarang, endi massivlarni o'lchami va shakli degan narsa bor. Bu yerda o'sha masalan endi boya boshidan ko'rsatyapman-ku, endi siz masalan qiymat yasayapsiz, a? Siz qiymat yasayapsiz, lekin tasavvur qiling, sizda qandaydir rasm bor. Rasmni bilsangiz kerak. Rasm bu matrica hisoblanadi. Anaqa qilsangiz, rasmda sizlarga endi rangli ko'rinadi, lekin bitta pikselda qandaydir sonlar borda. O'sha sonlar sizlarga ranglanib bo'lintiradi. Mana shuni endi sizlar anaqasi nima edi, o'sha rasmni hajmini bilmoqchisizlar. Necha pikselligini bilmoqchisizlar. O'shanda masalan birinchi bunday oddiygina mana array yasayapmiz. Qarang, arrayni mana bunaqa qilib yasasangiz ham bo'ladi. Ya'ni matritsani o'zingiz bunday yasasangiz ham bo'ladi. Bu qarang, bu list of lists, ya'ni listni ichida list borda mana. Pythondagi oddiygina list of lists. Ya'ni mana umumiy bitta katta list bor, ichiga mana bitta list qo'shdim. Yana bitta list qo'shdim to'plamda mana. Endi shuni NumPy ga o'zgartirmoqchiman. NumPy ga o'zgartirsam, endi qanaqa bo'ladi deysiz. Bunda endi qarang, tempni list faqatgina bittagina mana uzunligini topsak bo'ladi bunday qilib. 2, chunki ichida ikkita list borda. Shuning uchun ikkita ko'rsatyapti. Endi bunday qilib, buni qanday bilamiz siz? Bunda endi arrayda shape degan narsa bor, ya'ni shakli, ya'ni matritsani shaklini beradi. Agar bunday qilib qo'ysak, mana ko'rsangiz, bu ikkita bo'lganiga qarang, ikkita bo'lgani uchun matrica deb hisoblaydi. Ikkita nima deb qavs bo'lgani uchun. Chunki list ichida list borda. Shuning uchun bir qatorli, lekin 3 ta ustunli matrica deb hisoblaydi. Agar bunday qilsak, buni vektor deb hisoblaydi. Mana ko'rganlaringizdek bitta o'lchamli chiqdi, faqat 3 chiqyapti. Matrica qilmoqchi bo'lsangiz mana list ichiga list qo'shiladi. Bu eng kichkina matrica, 2 o'lchamli matrica hisoblanadi. Agar yana bitta qilsangiz, bu o'lchamli matrisaga aylanib ketyapti avtomatik tarzda. Bunday qilsa mana 3 o'lchamli matrica chiqdi. Ko'rdingizmi? Xo'sh, nima qilayotgandim? Bunday qilayotgandim. Bu 2 o'lchamli matrica. Shunda bilsangiz mana 2 qator 3 ta ustunlik degan. Ya'ni mana bunaqa narsada bunday. Mana bunaqa narsani aytyapti mana. Ya'ni 2 qator 3 ta ustun. Mana shu narsani ko'rsatadi bizda. Agar masalan bunday qilaylik va print array qilsak, mana ko'rdingizmi? Xuddi shu narsani mana matrica ko'rinishida yasab chiqarib beryapti. Endi keyingi narsa esa arrayda ana bor. N degani bu qarang, number of dimensions, ya'ni o'lchamlarni soni degani. Bu necha o'lchamli matrica degan savolga javob bermoqchi bo'lsangiz, yo mana bundan ham ko'rsangiz bo'ladi. Qarang, necha o'lchamli? Bitta, ikkita bor, ya'ni qator bilan ustun bor xolos. Shuning uchun 2 o'lchamli bo'ladi. Yoki juda katta o'lcham bo'lib ketadigan bo'lsa, masalan tasavvur qiling, mana bunaqa o'lchamda. Mana bunaqa o'lcham bo'lsa nima bo'ladi? Bunday qilsangiz mana 3 ta son, ya'ni 3 o'lchamli degan. Yoki buni olib tashlaymiz. Mana 2 o'lcham chiqdi. Ya'ni o'lchamlar soni, ya'ni necha o'lchamli fazodagi matrica bu deyishingiz mumkin-da. Rasmni ham nechadir o'lchamli fazo bo'lishi mumkin. Chunki computer visionda hisoblasangiz, siz faqat rasmni 2 o'lchamli rasm bilan ishlamaysiz. U rasmni ustida turli xil amallar bajarganingizda, u har xil amallar bajarilgandan keyin yana qo'shimcha o'lcham qo'shilib ketaveradi. Xuddi masalan 4-o'lcham, 5-o'lcham dimensionda, ya'ni dimensionlar qo'shilib ketishi mumkin. Ya'ni mana bu 16 bo'lishi mumkin, 32 bo'lishi mumkin, har xil narsalar bo'ladi. Endi qarang, array size degan narsa bor. Bu o'sha arrayda ichida nechta sonlar borligi, ya'ni matrisaning ichida nechta sonlar bor, qarang. Mana 1, 2, 3, 4, 5, 6 o'sha miqdorni ko'rsatadi xolos. Mana 6 ta chiqdi. Agar bu yerga bunday qo'ysak, endi 8 ta chiqishi kerak. Mana 8 ta chiqdi. Ko'rganingizdek. Mana shu narsa. Endi boya bitta narsani aytib o'tdim, D-type, ya'ni data type, ya'ni elementni turi. Qanaqa turda? Integer mana.
Agar bittasini float qilsak va hammasi floatga aylanib ketadi avtomatik tarzda. Mana ko'rsam hammasi nuqta qo'yib qo'ydi hammasiga. Chunki arrayda matrisada hammasi bir xil tipda bo'ladi, bir xil turda bo'ladi. Har xil turlisini qilib bo'lmaydi bu yerda. Mana shu narsa. Okey. Endi esa keyingisi, ya'ni matrisani ma'lum bir qismiga kirmoqchi bo'lasiz-ku, o'sha narsalar bilan ishlaymiz. Ya'ni polniy sizga matrisa kerak emasdan, ichidagi ma'lum bir qismi kerak bo'lishi mumkin. O'sha holatlarda bizga bo'laklar bilan ishlash kerak bo'lib qoladi. Masalan, mana buni o'zini olaylik, sizlarga tushunarliroq bo'ladi. Mana matrisa yasab oldik, NumPy matrisa yasab oldik. Endi qarang, array qilib, mana bu yerda birinchi qator yoziladi va ustun yoziladi. Endi mana bunga qarasangiz, bunday qilib turaylik, mana. Demak, 0 degan 0-qator, ya'ni birinchi qator degan tepada va 1 degani mana 2. 1 degan qarang, 0 dan boshlanadi. Bu ham xuddi listga o'xshab. Shunga 1 degani bu ikkinchi ustunni bildiradi. Qator ustuni ham mana 2 ni qaytarish kerak ekan bizga. Mana 2 ni qaytardi, ko'rdingizmi? Yoki bunday qilaylik. Agar sizga bitta qatorda общий o'zi yoki ustunni o'zi kerak bo'ladigan bo'lsa, mana birinchisi mana qarang. Mana bu belgi bu hamma qator degan. Hamma qatorlar, ya'ni nechta qator bo'lsa, mana bizda 2 ta qator bor, hamma qator tanla degani. Bu ikkinchisi esa 1. Ya'ni faqatgina ikkinchi 1 degan 2 dedimi? Bu ikkinchi ustun, ya'ni 2 bilan 5. Ya'ni hamma qatordagi shu ikkinchi ustunni tanla deganda. Mana shunisi. Mana o'zi 2 bilan 5 ni tanladi, ko'rdingizmi? 2 ni mana 5 ko'rganlaringizdek. Xuddi shu narsa. Yoki buni teskarisi. Ya'ni masalan, birinchi qatorni tanla, faqat birinchi qatorni tanla, hamma ustunni ber deymiz. Shunda birinchi qator deganingiz mana bu, hamma ustunni degani mana shu polniy ber deganda. Chunki hamma ustun, mana birinchi ustun, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi ustunlar-ku. Shunda mana 4, 5, 6, 4 qaytardi mana. 4, 5, 6, 4. Mana shu narsa. Ko'rganingizdek juda qulay. Agar 3 o'lchamli bo'lsa, yana davom etaveradi. Ya'ni yana bitta o'lcham qo'shib ketsangiz bo'ladi bu yoqda. Keyingisi esa segment, ya'ni bir qismini olmoqchimiz. Masalan, tasavvur qiling, bunday. Bu nima degani? Qarang, 2, 3. 2, 3 degan mana birinchi 0-dan 2-gacha. Mana 0-dan 2-gacha. Mana bu 2 gacha degani mana bu bilan aniqladi. Nima deydi? Mana bu ikkinchi, bu 3-ustun deganda. Demak, mana buni oladi birinchi, 0-dan 2-gacha. To'g'rimi? Endi qarang, 1-dan 3-gacha deyapti. Ya'ni birinchi qatordan 3-gacha. Mana bu yer. 3 degan 4 degani adashmas. Bunday, bunday. Xo'sh, bu degani qarang. Nuqta belgilaydi. 0, 2 degani bu oraliq emas, aytgancha. Oraliq emas, 0 u 2. Ya'ni 0 u 2 imiz anaqa 0, 0, 1, 2. Mana bu yergacha. 1 u 3 imiz esa 1 dan 3 gacha. Mana bu 3 bo'ladi. Mana bu yoq. Shuning uchun mana ko'rganlaringizdek, mana 2, 3, 5, 6 ni qaytaryapti. Mana bu o'rtasini qaytaryapti. Bu chegarada xuddi bunday. Mana bu tarafdan boshlab, mana bu yergacha yurgiz deganda, mana shu yerda oladi-da, mana. Mana shu narsa. Bu bo'laklar bilan ishlash bo'lyapti asosan. Ya'ni agar mana bu yerga 3 berib qo'ysak, qarang nima bo'ladi. Bu yerda ham bir xil natija qaytaryapti, chunki kesishmas holatda faqat. Agar bunda ham 0-dan 3gacha qilganimizda edi, unda nima bo'lardi? Qarang. Hammasi mana 1, 2, 3 qaytaryapti. Sababi ikkalasi umumiy kesishayotgan joy qayer? O'shani hisoblayapti-da. Ya'ni 0-dan 3gacha va 0-dan 3gacha. 0-dan 3gacha deb ikkinchi qismni aytyapti. Mana ikkinchisidagini aytyapti-da. Mana ikkinchini 0-dan 3-gachasi. Mana shunda sal chalkashib qoldim o'zi. Qarang, bu birinchini 0-dan 3-gacha, bu ikkinchini 0-dan 3-gacha. Agar bunga 2-dan 3gacha qilib qo'ysam, qarang. Bu degani mana ikkinchi qatorda
2dan 3 kechasi degani 0, 1, 2mi? Mana bu. Shunda 3 bilan 6 ni chiqarish kerak. Adashmasam mana 3 bilan 6 ni chiqardi. Tushundingizmi? Mana buni qarang. Bu birinchi qatorni bildirsa, bu ikkinchi qatorga ishlanayotgan amallar bildiradi. Ya'ni birinchi qatorda mana 0 dan boshlab 3-ustingachasini ol deyapmiz. 1 dan 2, 3 ta oladi, to'g'rimi? Chunki 4 gacha yetib bormaydi-da. Bu 3 degan 4 o'zi. Shunchaki 4-gacha oxirigacha bormaydi. Ikkinchi qatorimizdan esa 2, 3 ol deyapmiz. Ya'ni 0, 1, 2. Mana 2 dan 3 gacha deymiz, lekin bunga o'tolmaymiz. Mana qarang. Bu 6 ni oldi, mana bu yerisi bunchani oldi. Endi ikkalasi kesishmas 3 bilan 6 ku. Shuning uchun faqatgina mana 3 bilan 6 ni chiqaryapti, ko'rganlaringizdek. Mana shu narsa. Agar teskari qilmoqchi bo'lsangiz, buni oldin ham ko'rsatgandim. Bu ham bir xil. Ya'ni oxirgi element. Oxirgi element degan anaqa -1 degan mana oxirgi qatorni chiqarish kerak. Mana 4, 5, 6, 4 ni chiqardi, ko'rganingizdek. 4, 5, 6, 4. Chunki общий bitta list o'shani ichidagini oxirgisi degani bu oxirgi qator deganda. Agar -2 qilsangiz, birinchi qator chiqarib beradi. Mana 1, 2, 3, 4 chiqaryapti, ko'rganlaringizdek. Mana shu narsa. Xo'sh, bo'lak biroz sal tushunarsizroq bo'lishi mumkin, lekin bir ikki mashq qilganingizdan keyin bemalol o'rganib olasizlar. Aytgandek, kesishmasini oladi bir-biriga. Keyingisi. Keyingisi esa mana matematik amallar bilan bajarish. Bu oddiy matematika. Oddiygina nima qilamiz? Amallarni bajaramiz bu yerda. Bunda xo'sh, masalan, boyagi aytganimdek, bitta qilaylik. L1 deymiz. Shu boyagida 1, 2, 3. L2 deymizda. 4, 5, 6 ni beramiz. Xo'sh, endi L1 deb mana buni listni arrayga aylantirib olamiz va L2 deb boyagidek-da, endi sizlarga biroz tushunarli bo'lishi uchun. Xo'sh, ikkalasini ham ko'rganingizdek bir o'lchamli. Mana bir o'lchamli. Endi esa amal bajarmoqchi bo'lsak, amallarimiz xuddi shu boyagidek oddiy bo'ladi. Ya'ni matematik amallar. Chunki bu kichkina o'lchamli bo'lgani uchun mana xuddi A-B qilsak, mana chiqarsak, mana 5, 7, 9. Ya'ni mana 5, 7, 9. Ayirmasi qanday? A'dan 1 ni ayiramiz. Bu degani 1 dan 4 ayiramiz -3, 2 dan 5 ni ayiramiz -3, 3 dan 6 ni ayiramiz -3. Mana shu narsa. Endi esa ko'paytirish, bo'lish amallari xuddi shunday. Shunchaki bunday qilib qo'yaylik. Ko'paytirish, ya'ni element bo'yicha-da. Bunday qilsangiz, mana ko'paytirish ham xuddi shu element bo'yicha, ya'ni 1 da 4 ga bo'lsa 0,5 ku. Mana shu narsa. Kvadrat oshirishda mana bir xil. Ya'ni agar mana arrayga bitta amal qilsangiz, u ichidagi hamma elementiga ta'sir qiladi. Ya'ni mana 1, 2, 4 ediku, 1, 4, 9 bo'lib qolishi kerak. Mana 1, 4, 9 bo'ldi. Mana shu narsa. Mana bu ham xuddi shunday. Square root degan, ya'ni ildizosti degani-ku. Square root degan bo'lyapti. O'sha narsa. Hozir 1 daqiqa. Xo'sh, mana bu ham ildiz ham har birini mana ildiz olinganini ko'rsatadi. Exponential degan mana i bordi-ku. Qiymati adashmasam 2 nechiyam edi. O'sha exponential deb ko'rsatib beradi. Mana hammasi mana daraja x-ku, i darajasi x. Ya'ni har bitta songa i darajasi x ko'paytirib olish kerak. Buni masalan hozir ko'rsataman. Oddiy misol qilib 271 mida xp. Xo'sh. xp qilsak bu yerda qiymat berilganmikan? Mana 271 qiymat.
Shunda ani berib yuborsak, mana ko'rganlaringizdek hammasini anaqa qildi. 271 darajasi x qilib, ya'ni o'sha son qilib ko'rsatibdi. Mana shunisi. Log esa logaritm. Ya'ni har birini logaritmini oladi. Ya'ni matematik amallar qanaqasi bo'lsa, o'shalar bemalol bajarsa bo'ladi NumPy bilan. Faqat o'lchamiga e'tibor beringlar. Mana shu narsa. Yana nima qoldi ekan? Ha, ha, mana bu bo'ldi. Mana statistikalar, ya'ni buni endi kodda yozib ko'rsatib o'tirmay qolay, chunki baribir endi tushunlaringizki, ko'p narsani shunga vaqtlaringizni joyiga olmayman. Qarang, masalan, oddiygina mana ikki o'lchamli mana arrayimiz bor, matritsamiz. O'sha hammasini yig'indisi bo'lsa, mana sum, mpyda mana numpyda sum degan funksiyasi bor, min bor, ya'ni o'rtachasini olish bor. Ya'ni hamma qiymatlarni o'rtachasini olib beradi sizlarga. Standard deviation bor, ya'ni standart og'ish qanchaga og'ayapti o'sha narsani. Minimum, maksimum, ya'ni statistik funksiyalar bor. Ya'ni buni agar statistikani o'rgangan bo'lsangiz, ozroq xabarlaringiz bo'lsa, bu narsani tushunasizlar. Masalan, o'rtacha qiymatlar olishni bilsalaringiz kerak. Median esa o'rtasi. Qanaqa son chiqishlari. Buni endi o'zlaringiz bir nima deydi? Kodni ishlatib ko'rasizlar. Va qanaqa qiymatlar chiqyapti, nima uchun chiqyapti, o'sha narsani ko'rsatib beradi. Variance bu dispersiya, ya'ni qanchalik o'zgaryapti, qiymat qanchalik taqsimlangan yoki argument minimum. Buni oldingi nima deydi, deep learning kurslarida ham ko'rsatgan argument minimum degani bu minimum qiymatni indeksini qaytaradi. Ya'ni joylashuv indeksi, qanday nechinchi qator, nechinchi ustunligini, ya'ni 0-qator 3-ustunmi? Mana bu yerda eng kichkisi 1, shuning uchun 0-0, ya'ni 0-qatorda 0-ustunida deb qaytaradi. Yoki argument max bor, ya'ni maksimum qiymatni joylashuv indeksi, ya'ni 6 ga 6 birinchi qatorda oxirgi ustuni, ya'ni qarang, 0, 1, 2, 2 oxirgi ustuni ikkinchi ustun, to'g'rimi? 0 u 2 qaytaradi. Mana shu narsa. O'lchamlarda boyagidek hozir sizlarga ko'rsatganim reshape. Range'da masalan qilyapti, 0 va 6 oralig'ida sizlarga sonlar qilyapti, ketma-ketlikni yozib beradi va o'shani 2-3 matritsaga o'tkazib olyapmiz. Xo'sh, buni ko'rsatib bera qolay, chunki reshape'ni ko'rgandik, lekin unisini ko'rmadik. Arrayimiz bor. Arrayda ko'rsatasiz mana 0 dan 5 gacha oralig'ida. Bu bir o'lchamli array. Bir o'lchamli, mana ko'rganingizdek bir o'lchamli. Endi shuni ikki o'lchamli matritsaga aylantiramiz. Qarang, tarkibida nechta bor? Tarkibida mana 6 ta son bor. Shunga ko'ringizlar, nechta ustunli, nechta son. Ya'ni 2 ta qatorli 3 ta sonni 2 3 ko'paytirsak 6 ta. Ya'ni bu matritsaga 6 ta element ketar ekan. Agar bunday qilsak ishlaydi, lekin agar mana 3 ta desa, bu 9 ta matritsa, 9 ta element bo'lib qoladi-yu. H-ga qaytaradi. Chunki mana size, ya'ni hajmi 6 tayu, lekin sen 3 ga 3 matritsa so'rayapsan, ya'ni 9 ta hajmli so'rayapsan deb H-ga qaytaradi. Temp qilamizda, bu yoqqa 2 ga 3 berdik. Mana ishlaydi. 2 ga 3 matritsa mana 2 ga 3 matritsa qaytardi. Endi xuddi shuni oldingi holatga qaytarmoqchi bo'lsak, flatten qilasizlar. Flatten qilsalaringiz mana oldingi holatga qaytarib beradi. Boshqa matritsalarni ham flatten qilsalar, flatten degan tekstlash degani. Ya'ni boya 3 ga 3 matritsani ham tekst bir qator va vektor ko'rinishga keltirib olsa bo'ladi. Buni deep learningda juda ko'p ishlatishadi. Ayniqsa mana shu ikkalasi, mana shu 3 ta amal juda ko'p ketadi. Endi qarang, flattenni ko'rdingiz. Endi temp qilamizda, qarang. Birinchi tempni o'zini chiqaraman. T degani teskarisida, transpose degani adashmasam. Temp T qilaveray. Mana. Mana birinchisi 0, 1, 2, 3, 4, 5 ida. Xuddi shuni mana matritsamiz bunday turibdi-ku. Transpose degani endi qatorlar ustunga aylansa, ustunlar qatorga aylanadi. Ya'ni bunday mana shunday turganda bunday qayrayapmiz. Ya'ni mana bu 0, 3 mana uzunasiz-ku. Uzunas. Mana qo'lingizni bunday qiling, o'shani bunday tekislang. Shunda mana bu 0 bilan 3 ustun bo'lib qoldi mana. Mana 1 bilan 4imiz ham mana ustunimiz qator bo'lib qoldi mana 0, 3. Bunaqasi ustun, lekin bunaqasi qator. Endi qarang, 1/4. Mana 1/4 bunaqasi edi, bunaqasi bo'lib qoldi. Ya'ni bitta 90 gradusga bunday aylantirib olasizlarda. Mana shu narsa transpose.
Bu matematik matritsani ko'paytirishda o'lchamlari bir-biriga mos tushmay qoladi. O'sha holatlarda kerak bo'ladi. Xuddi masalan 2 ga 3 bo'lyapti-da. Bu yerda esa 4 ga 3 bo'lib qolsa, masalan, mana uni transpozini olasalaringiz 3 ga 4 aylanib qoladi-ku. Teskarisiga aylanib qoladi. Ya'ni qator ustunga, ustun esa qatorga aylanib qolgani uchun mana 3 ga 4 bo'ladidan keyin bemalol matematik matritsa ko'paytirish amalga oshirsangiz bo'ladi. Mana shu narsa. Keyingisi esa e, mana shartli amallar matritsadagi amallar bajarish uchun ishlatiladi. Ya'ni qandaydir shartni bajarish mumkin. Masalan, deep learningda nima deydi, attaka hujumlar borda, rasmga qo'shadi. Nima deydi, qo'shimcha noise deydi. Noise nima shovqin desam g'alati eshitilarkan. Rasmga qo'shimcha piksellarga sas'a o'zgartirish kiritadi-da. O'sha o'zgartirish orqasidan nima deydi, o'sha deep learning modelni chalg'itadi. Chalg'itishga harakat qiladi. O'shanda foydalanuvchi o'sha nima deydi, piksellar o'zgartirganingizda rasmda o'zgarishlar bo'ladida. Foydalanuvchi o'sha odamni ko'ziga o'sha ko'rinmasligi uchun bizda chegara qiymat bo'lishi kerak. Ya'ni agar qiymat o'sha o'zgartirish kiritgandan keyin o'shandagi pikseldagi qiymat qanday chegaradan oshib ketsa, nolga aylantirib qo'y yoki maksimum shunga o'zgartirib qo'y deydigan bo'lsangiz, o'sha narsa uchun mana shu ham juda qo'l keladi. Xo'sh, bu oddiygina matritsa bo'lyapti. Kelinglar shuni ikki o'lchamli qilaylik. Bunday qilaylik, yaxshiroq bo'ladi. Shunda array degan mana bu 25 degan, buni bilsangiz kerak. O'zi avtomatik bilinadi, ya'ni intuitiv. Ya'ni 25 dan kattalari bo'lsa true yoki false qaytaraman matritsa bo'yicha. Qani false, false, true, true, false, false, true, true. Ya'ni bu yog'i 25 dan katta, bu yog'i kichkina-ku. Shuning uchun shunday qaytaradi. Agar men bergan 100 qo'yib qo'yganimizda true, false, true, true mana shunday qaytaradi. Mana shu narsa juda oson. Yoki bizga aynan o'sha qiymatlarni olib berish kerak. Bizda hozir mana bunaqa matritsa kerak emas. Shunda bunday qilasizlar. Shunda mana bu true degani 1 degani, uni false 0 deganda shunga faqatgina true bo'lgan qiymatlarni qaytarib berish kerak bizga. Mana 100 da qaytardi, 30 da qaytardi, 40 da qaytardi, yana 30, 40 qaytardi. Mana bitta o'lchamda. Ko'rganlaringizdek. Ya'ni o'sha qiymatlar nechtaligini ko'rsangiz bo'ladi shunday. Yoki aytgandek boyagi qiymatdan chegaradan o'tib ketadigan bo'lsa deganda boshqa qiymatga almashtirib qo'yishingiz kerak. Chegaradan oshib ketsa, chunki foydalanuvchi bilib qo'yadi rasm o'zgarganda. Boyagi mana 25 dan katta bo'lsa, unga 0 ga aylantir. Bo'lmasa 1 da tursin deganday qilamizda. Mana katta bo'lsa mana 0 ga aylantirib yubordi, bo'lmasa 1 ga aylantiryapti. Mana shunday qilib o'zgartirsa bo'ladi yoki o'z holicha qoldirsak bo'larmikan? Yo'q. Bu yerda either both of x, y should be given. Ya'ni berilgan bo'lishi shart debdi. Unda bu yerda berib bo'lmas ekan. Arguments, keyword arguments. Dokumentatsiyadan bir ko'rib chiqish kerak ekan. Yangilarda o'zgarish kiritilganmikan? Mana shu narsalar. Xo'sh. Bu mana shu edi. Asosiy narsa. Ya'ni shartlarda, shartli operatorlar, ya'ni true, false mana shunaqa shartli operatorlar bilan ishlashadi. Maqsad. Undan keyingisi esa mana matritsalar bilan ishlash. Matritsani boya ko'paytirish ko'rsatdi. Mana bu add degan belgisi bilan ko'paytiriladi. Faqat qarang, o'lchamlar mos tushishi kerak. O'lchamlar mos tushmasa, boyagi ko'rganingizdek xato chiqaradi. Dot bor. Dot ham bu matritsani ko'paytirish. Faqat bu 2 dan yuqori bo'lgan o'lchamli matritsalar uchun boshqacha vazifa bajaradi. Lekin ikkita o'lchamli matritsagacha mana bu belgi bilan bir xil vazifani o'tadi. Ya'ni matritsa bir xil matritsa ko'paytirish bo'ladi. Mana linear algebra, ya'ni qisqartmasi linear chiziqli algebrani inverse degani bor, ya'ni matritsani teskarisini qaytaradi yoki determinant bor. Determinant hisoblashni bilsangiz kerak endi, buni maktabda matematikadan ma'lum. Eigen values bor. Bu eigen value bo'lsa vektorda yo'nalishlari, birlik vektorlar bo'yicha anaqa deep learning kursida berib o'tganman ma'lumot. Agar qiziqsalaringiz, o'shani ko'rib chiqsangiz bo'ladi. Mana shu narsalar. Keling, shularni bir rang qilib ko'rsatay. Mana oddiygina matris ko'paytirish
bo'ladi. Matrica ko'paytirishni bilsalaringiz kerak. Ya'ni mana buni bunday qilaylik. Chiroyliroq tursin. Mana buni bunday qilamiz. Matrica ko'paytirishni bilsalaringiz, ko'paytirib ko'ringsizlar, mana shu chiqarmi ekan. Ya'ni bunday bo'ladi. Mana bu qator olinadi-da, mana bu ustunga 5, 7 ustunga uni qilinadi. Ko'paytiriladi. Ya'ni 1 ni 5 ga ko'paytiramiz, 5, 2 ni 7 ga ko'paytiramiz, 14 bo'ladi. 14 ga 5 ni qo'shsak 19 bo'ladi. Mana 19 qo'ydi. Ko'rganlaringizdek. Endi esa xuddi shuni mana bunga ko'paytiramizda, mana ikkinchi ustunga ko'paytiramiz. Pastdagi qatorda ham shunday ustunga matrica ko'paytirish shunaqa edi, eslaringizda bo'lsa. Mana shu narsa. Agar dot produktni oladigan bo'lsak, dot produktda ham bir xil qiymat qaytaradi mana. Aytganimdek, ikki o'lchamli matrisalarda bir xil ishlaydi mana bu ikkalasi. Dot lekin sal aniq, murakkabroq, bu vektorlar bilan ko'proq ishlaydi. O'shanga bir ko'rib chiqsalaringizni beraman, maslahat beraman o'zlaringiz ham katta o'lchamlilar bilan. Bu inverse, a'ni qarang, inverse teskarisini qaytarish kerak. Ya'ni a'ni teskarisi mana. Bu degani anaqa teskari deganda o'girilish emas. Bu o'ziga matrisaning teskarisi bo'ladi. Uni hisob-kitob yo'nalishi bor, o'zini yo'l amallari bor. O'shanisini ko'rib chiqishlaringizni maslahat beraman. Bu matematikada, polniy matematik narsalar. Buni tushuntiraman desam bitta mavzu ketadi. Endi determinantni bilsalaringiz kerak. Bittasini o'zini masalan determinantni hisoblash bor. Adashmasam 1 ga 4, 3 ga 2 midi? Mana 1 ga 4, 3 ga 2, 1 ga 4 ni ko'paytirib 4 bo'lardi, 3 dan 2 minus 6 bo'lardi. Shunga minus 2 chiqadi. Adashmasam shunaqamidi deymanda. 2 2 da. Bu endi eigenvalyusini tushuntirish sal murakkabroq. Sizlarga soddagina qilib aytadigan bo'lsam, bu shu matritsani ifodalovchi eng kichik vektor bo'ladi. Vektor hisoblanadi. Shu vektor orqali mana shu matritsani bemalol ifodalash mumkin bo'ladi. Mana shu narsa. Asosiy tushunchada. Endi bu narsani deep learningda ishlatayotganingizda o'rganib chiqsangiz, ancha asqotadi bu narsalar. Xo'sh, endi fayllar bilan ishlashda NumPy bizda NPY formatda yoki NPZ formatlarda ishlatiladi. Ya'ni bu juda qulayroqda, ancha osonroq va qulayroq bo'lgan format. Masalan, rasmni saqlanib qilmoqchi bo'lsangiz, rasmni rasm ko'rinishida emas, NPY ko'rinishda saqlanib qilsa bo'ladi. Ya'ni NPSafe, oddiy bilan NPSafe qilib, o'sha boyagi matrisangizni tashlaysiz va NPY faylni nomini bersangiz bo'ldi. O'sha fayl nomi bilan saqlab qo'yadi. Yuklab olish esa qarang, save saqlash degan bo'lsa inglizchasiga load esa yuklash. Buni yuklash. Xuddi shunday yuklab olsangiz bo'ladi. Xuddi o'sha bo'ladi. Boshqa narsa bo'lmaydi. Yoki matn sifatida saqlamoqchi bo'lsa, save txt, load txt deganlari bor. Sizlarga buni ham ko'rsatib berishim bo'lmaydi. Mana shuni olaylik. Array. Ochib bunday qilamiz. Qarang, birinchi data.py degan fayl bilan saqlash kerak. Bu yerni ochaylikchi. Mana hech qanday faylimiz yo'q. Bunday qilamiz. Bunday qilsak, mana bo'ldi. Qarang, mana biz saqlanib qilishdan oldin birinchi print qilamiz array va yuklab olgandagisini array2 ni chiqaramiz. Mana ko'rganlaringiz bir xil. Ya'ni buni saqlanib qiladigan birinchi saqlanib qilishdan oldingisi, ya'ni saqlashdan oldingisi va saqlanib yuklangandan keyingisi mana shu holatda saqlanadi. Agar buni ochaman desangiz, mana ko'rdingizmi, ochish oddiy holatda o'qish qiyin. NumPy formatda. Agar text formatda bo'lsa, unda o'qisa bo'ladi. Buni bunday qilib turamiz va t qilib qo'yaylik. Print t qilamiz. Qani? Mana. Bu yerda endi faqatgina type o'zgardi. Bu floatga o'zgarib ketdi, qani nuqta qo'yilgan. Mana bunisida esa integerligicha qoldi. Type o'zgarar ekan. Mana tekstni ochsak, mana xuddi shu narsani saqlayapti. Faqat float formatda saqlayapti. Ko'rganlaringizdek. Ya'ni ikki xil ko'rinishda. Agar juda katta bo'lsa, sonlar bo'lsa, unda NPSafe'dan foydalanganlaringiz ma'qul. Agar soddaroq bo'lsa, ya'ni u faylni o'zini ham o'qishingiz kerak bo'lgan bo'lsa, bunday oddiy ochib turib o'qish bo'lsa, save txt faylni saqlash foydali bo'ladi. Lekin men eng ko'p ishlatganim mana bu bo'ladi. NPSafe bilan NPload ko'p ishlataman rasmlar bilan ishlashda.
Lekin buni deyarli eshitmaganman. Xo'sh, maxsus usullar, endi qarang, qo'shimcha a, funksiyalari ham bor. NumPyda qarang, unique degani o'zi mana noyob degani, to'g'rimi? Ya'ni takroriy qiymatlarni olib tashlash uchun ishlatiladi masalan. Sort bor, ya'ni sortirovka qilish uchun ishlatiladi. Concatenate degani ikkita matritsa bo'ladi-ku, vektormi yoki matrisalar, o'shalar bir-biriga qo'shish uchun ishlatiladi. Qo'shish degani unaqa qo'shish, matematik qo'shish emas, просто ikkalasini bir-biriga qo'shib qo'yish. Ikkita listni bir-biriga qo'shasiz-ku, o'shanaqa narsa. V-stack bor-yu, bu vertikal qo'shish, ya'ni ustma-ust qo'shadi, yana bitta o'lchamda. Masalan, x bilan y bo'lsa, mana bu o'shamni ustiga yana bitta x, xuddi shu matrisani x bilan y qilib qo'shib qo'yadi. Shunda 3 o'lchamli bo'ladi. H-stack bor, gorizontal bor. Gorizontal yonma-yon qo'shish. Xo'sh, split bor, ya'ni bo'lish, ikkiga massivni bo'lish, nechaga bo'lsa ikkiga ajratish bor. Clip bor, ya'ni clip degani faqatgina 0-10 oralig'iga cheklab qo'yadi. Shunda agar 11 qo'shsangiz 10 bo'lib qoladi. -1 qo'ysangiz -0 bo'lib qoladi. O'sha narsalar. Bu endi sizlarga bu mashq, endi o'zlaringiz mustaqil anaqa shuni ishlatib ko'rib, rezultatini bir ko'rasizlar, qanday ishlarkan. Chunki sal bu anaqa murakkabroq, sizlarga sal bo'lsa fikrlashga, ya'ni o'rganishingizga foyda beradi. Qolganlari endi juda sodda matematik amallar edi. O'sha narsa. Endi esa masalan oddiy misol, endi buni ishlab qo'yilgan, endi mashq bajarib qo'ydim. Ya'ni qarang, 0 u 11 oralig'ida 20 ta sonni taxminiy tanlab olinadi. Chiqadi. Shunda 5 dan kichiklari deyapti. Kichiklarni 0 ga, 5 dan kattalarni 1 ga. Ya'ni boyagi NP word ishlatuvdik. Mana yana word ishlatyapmiz mana. Ya'ni 5 dan kichiklarini 0 ga, undan kattalarini 1 ga aylantirish. Juda sodda amal. Bu nima uchun kerak deyishingiz mumkin. Qarang, masalan, oddiy rasmda qandaydir qismi bitta rangda, o'sha rang siz xohlamaysiz. O'sha rangni olib tashlashingiz kerak yoki o'sha rangni qora qilib qo'ying, boshqa rangga aylantirmoqchimisiz, o'shanda mana shunda arrayda o'sha rangni oraliqdagi qiymatlar oralig'i bo'ladi-ku, o'sha oralig'idagi qiymatlarni masalan 0 ga yoki 1 ga deb o'zgartirib qo'yishingiz bo'ladi-da. Shunda o'sha yerdagi rang o'zgarib ketadi. Aytgandek, rasmlar bilan ishlashga juda nima deydi, qulay bo'ladi mana shunisi. Mana oxirgisiga keldik. Qarang, oxirgisida men sizlarga tezligini ko'rsatib berishga harakat qilaman. Bunda nima qilamiz? Time, ya'ni o'tgan safar ham ko'rsatdim. Dekoratorlarda ko'rsatganimda ishlatgandim time degani vaqtni. Endi qarang, nima qilamiz? Birinchi list olamiz. Mana ko'rganlaringizdek, mana shunda 1 millionta sonni generate qilyapmiz, ya'ni yasayapmiz. Va xuddi shu 1 millionta sonni mana bu NumPyda ham yasayapmiz. Arrange orqali. Array range orqalida. Endi birinchi vaqtni belgilaymiz. Va listda hammasiga 2 ni ko'paytirib chiqyapmiz. Mana oddiy Python listdagida. Mana bu Python list, mana bu. Mana bu esa NumPyda yasalgan list. Hammasi 2 ni ko'paytiryapmiz va natijasi anaqa ko'paytirib bo'lgandan keyin natijani hisoblayapmiz. Ya'ni hozirgi vaqtdan, ya'ni anaqa mana amal tugagan vaqtdan va amal boshlangan vaqtni ayirib tashlasak, bizda shunda qancha vaqt ketgani hisoblanadi. Xuddi shu narsa mana bu yerda, mana arrayga, mana bu NumPyga просто 2 ni ko'paytirsak bo'ldi. Bu ham NumPy amal bajariladi avtomatik tarzda. Mana. Qarang, birinchisiga adashmasam bu sekundda berilgan boshqa 0.06 sekund ketdi. NumPyga qancha ketdi? 0.004 sekund ketyapti. Xuddi shu bir xil amal bajarilyapti ikkalasida ham. Ko'rdingizmi qanchalik anaqa nima deydi? Qanchalik 0.04 tezligida, endi 0.06. Bunday qilamiz mana. Shuni endi bunday qilib просто 100 ga ko'paytirik. Hop. Mana 6% tezroq ekanmi? Adashmasam to'g'ri kalkulyatsiya qildimmi? Necha barobarda endi? Buni sinab tashlaylik. Necha barobar anaqaligi tezroq deganda. Mana shu narsa. Endi buni ko'rsatib o'tirishadi. Mana o'zimda qarasangiz ham bilaman, 2 ta 0 bilan bilib olsangiz bo'ladi qanchalik tezligini-da. Mana shu narsa. Nima deydi? Tezligini ko'rganlaringizdek NumPyda juda tez ishlaydi.
Mana shu edi. Boshqa narsa, o'rgatadigan narsa qolmabdi mana. Asosan shu edi. Ko'rganlaringizdek NumPy oddiy Pythonga nisbatan juda tez ishlaydi va samaraliroq. Lekin bitta kamchiligini aytaman. NumPy faqat CPUda ishlaydi. Ya'ni, video kartangiz bo'lsa, video kartada ishlamaydi. Chunki bu faqat CPU ga mo'ljallangan. Bu degani video kartada hisob-kitoblar juda tezroq. Shuning uchun ham o'yinlaringizni video kartada o'ynaysiz. Sababi grafik yoki katta anaqa grafika ham bu matrisada. Juda katta matrisalar bilan asosan anaqa GPU deymiz. Video kartadan GPU ko'proq zo'r ishlaydi, tez ishlaydi. CPU esa juda sekin ishlaydi. Shuning uchun murakkab matematik amallarni agar GPU bo'lsa, GPU ga o'zgartirgan ma'qul. Agar GPU mavjud bo'lmasa, unda NumPy dan foydalangan ma'qul. NumPy'ni o'rniga mana GPUda ishlash uchun anaqa bor, CuPy degani bor. CuPy degan bu GPU ga asoslangan, mana NumPy'da mana NumPy'da GPU ga asoslangan versiyasi. Mana NumPy bilan tezligini tekshirish bo'lyapti, qarang. Mana 800 megabaytlik array bilan mana 8 megabaytlik arrayda solishtirib ko'ryapti tezligini. Qarasangiz anaqa mayda CuPy'da anasi juda yuqori tezligi. Ko'rganlaringizdek. Bunda nima qiladi desiz, boyagi NumPy'ni o'rniga CuPy deb qilasizda, mana xuddi shu amallar mana shu yerda ham bor. Mana S-type degani boyagi anaqani formatini o'zgartirish. Boya integer edi-ku, mana shunaqa integerda S-type F qilsangiz, F floatga o'zgartirib beradi. Mana ko'rganlaringizga qarang. Mana data type floatga o'zgargan. D-type mana floatga o'zgaryapti. Mana shu narsa. Ya'ni CuPy'ni o'rnatib, shu NumPy'dagi bir xil amallar bilan bajarsangiz bo'ladi. Farqi bu CuPy'miz anaqa qiladi. GPUda ishlaydi. Shuning uchun juda tez, ya'ni NumPy'dan ham juda tez hisoblanadi. NumPy esa CPUda ishlaydi. Shuning uchun agar GPU bo'ladigan bo'lsa, albatta qanaqa katta hisob-kitoblarni GPUda amalga oshirganingiz ma'qul. Bu nima deydi, deep learning, machine learningda ancha sizga vaqtdan yutish imkoniyatini beradi. Xo'sh, menda hozircha shular edi. Albatta mana bu maxsus usullarni sizlarga topshiriq qilib berdim. Bu ixtiyoriy albatta, o'zlaringiz uchun o'rganyapsizlar. Albatta tekshirib ko'ringsizlar. Bundan tashqari NumPy'ni o'zini ham anaqa dokumentatsiyasini saytini ko'ringsizlar. NumPy'ni o'zining shaxsiy sayti bor va u yerda dokumentatsiyasi bor. U yerda bemalol nima dedi, hamma amallarni bajarishni o'rgansangiz bo'ladi. NumPy'ni o'rganish nima deydi, bu Python developer uchun juda kerak bo'lgan narsa-da. Xuddi majburman deb o'rganing mana shuni. Chunki bu bilan doim ishlaysiz. Pythonda oddiy matematik amal qilish, juda katta sonlarga amal qilish, bu vaqt yutqazish bo'ladi va dasturingizda ham tezligi juda sekin bo'ladi. Bu degani tasavvur qiling, millionlab foydalanuvchi ishlatayotgan dasturda matematik amal bajaryapsiz, millionlab bo'lgandan keyin masalan bir kishi uchun nechadir millisekundingiz hech qanday aniq qilishi mumkin mayda yoki bir necha sekundingizda ko'p bilinmaydi, lekin millionlab foydalanuvchi bo'lgandan keyin o'sha sekundingiz juda katta raznisadan farq qiladi. Katta ko'p foydalanuvchilarni ko'tarolmay qolishi mumkin, juda sekin ishlashi mumkin. Dahshatli sistemangiz qulab tushishi ham mumkin. Mana shunaqa holatlarda tezkor nima deydi, GPU bo'lmasa CPU dan foydalanib, CPU yetarlicha bo'lishi kerak. Shuni tekshirib ko'rishingiz kerak albatta va shunga yarasha NumPy amallar bajariladi. Xo'sh, menda hozircha shular. Keyingi darsimizda esa sizlar bilan Pandasturga o'rganamiz. U fayllar bilan ishlash uchun eng katta librarylardan biri hisoblanadi. Data scientistlarni eng yoqtirgan nima deydi, librarysi desam ham adashmagan bo'laman. Xo'sh, menda hozircha shular. Keyingi darsda ko'rishguncha omon bo'ling.